sentrdan içinden asr to'yxona yaqlardan boshlang'ich to'lov 100 million atrofida dom bo'lsa ayt deganlar uchun 100 million emas, 10 dan ham pasında ilk xonali kvartiramiz sotiladi. Toza solingan dom. Ko'rib tursiz bir faizli chiroyli dom. Adresi asr to'yxonaga kelasiz. Asr to'yxonaning to'g'risida ko'cha bor, shundan kirib kelasiz. Bu yog'i Ideal Marketning orqasi bo'ladi. Neden kat ko'chadan kelaman desangiz, Anar kafesidan to'g'ri kirasiz. Hukumatning jarima maydoniga qarab chepga aylansangiz, shu yerdagi seri dom. Domning aynari jarima maydoni. Kvartirani ichi bilan tanishtiramiz. 2 xonali 5-etajda joylashgan, izindagi kreditni to'lab ketish sharti bilan sotilyapti. İçini ko'rsatib, bahasini video haqida aytib o'tamiz. Ketdik. Uyning kirish qismi shunday koridordan, bir koridordan buyog'i xonalarga bo'lingan. Buyog'ida esa vanna sanajeri bilan kuxnyasi. Aynı anda chiqish balkoni bor. Balkondan ham bu takoy atmosfera ko'rasiz, obzorda chiroyli bo'lib turadi. Vanna sanajerining ham ishlari zo'r kafeda bosilgan. Kuxnyasida da mana gaz plitalari, mebellari, umniy kotol, stabilizatorlar qo'yilib chiroyli bo'lib turibdi. Bu yoqda spalniy, bu yoqda zal. Uy bilan ko'rib tanib chiqdinglar. Hech kim yashamagan shunday uy so'raganlar uchun juda zo'r variant. Boshlang'ich bilan qimmat emas 85 million. Qaytlarni kelishda ekan bor, ustida gaplashamiz. 2 xonali 5-etajda joylashgan, mana balkonlari bilan atmosfera ham takoy chiroyli. Izindagi kreditni to'lab ketish sharti bilan kredit aniq to'lami 3 million atrofida. Kelsanglar fonli grafiklar bilan tanishtiramiz, kreditga o'tib chiqqan. Qanday savollaringiz bo'lsa, yoki uyni kelib ko'raman desanglar, telefon ko'rsatib beramiz. Sizlar bilan men Xitoyga chiqaroch. Bu ko'rganingiz Instagramda qilgan varianti. To'liq obzorlarda, adreslarda ko'raman desanglar, pastda YouTube kanalimizga o'tib ko'rsangiz bo'ladi.